Buday narxi necha pul aka opa? 3400. Makkayichi? Makkay. Necha pul? 4,5 ming. Makkay malonimi? Bular ham sizga qaramaymi? Bu yigaz kim ekan? Yigaz kim ekan bu onodi? Bular yigaz yo'q, olti o'tirgani yo'q. Bug'doy 3300 so'm ekan. Makkay 4,5 ming so'm ekan. Ha. Men olmayman, men YouTube'ga video olyapman. Nomer olib ketaman, nomerlarni xohlasangiz. Bu kishi blogi. Nomeringizni olib ketaman, nomer qoldirasizmi? Ayting nomer qoldirsangiz. Yashatmasmi? Xo'p, maydalangani 3400 so'm ekan. Kepak xaltavoy 85 ming ekan. Makkaylar necha pul ekan? 4800. Necha oylik bu? 4 oylik. Faqat Makkay bor sizda. Bularchi? Bu yemlar necha puldan ekan? O'zingizga yo'q deydi. Najmiddin. Bu yemlar 3,5 mingdan. Nima yem bu aka? Buday. Makkay necha pul? Turiyar. Necha oylik? 4 oylik. 4 oylik. Bunisichi? 5 ming so'm oylik. Bug'doychi? Bug'doylarimiz 3400, 3300. 3400, 3300. Bular ham shunaqa. Nomer qoldirmaysizmi bu aka? Nomer qoldirmadi. Bu necha pul ekan maydalangan nima Makkay? 5,5 ming. Bu yemlarchi? 6 mingdan. Makkaychi? 4800 ha bunisi? Bu 4,5 ming. Necha oylik bu? 4 oylik. Buchi? Ikkovi bir xil 4,5. Bu 4,5 ming. Bu necha oylik? 4 oylik. 4 oylik ha? Bug'doy necha pul? 3400. Bu maydalangan bug'doychi? 3400 ha? Nomer qoldirmaysiz? Ayting. 93lik 344 3015. Qaysi kanalda ketdi? Najmiddin o'z. Qanaqa dastavkalar bormi? Najmiddin o'z. Dastavkalar tuman bo'ylab ha? Og'daryo bo'ylab. Shu tuman bo'ylabda. Ha, xudo xolasa kelishtirib berasa ko'proq o'g'onlarga. Mayli, salomat bo'l. Bug'doy necha pul ekan bug'doy? 3300. Bu aralashchi? 3800. Makkaychi? 4,5. Bu makkaylarchi? Bir xil narx. 35 ming puldinglar. Yana bitta salafiga so'yib. Bu buyog'ami sizdanmi? Bu yemlar necha pul? 8,5 ming. Cho'yam ha? Qancha dedingiz? Maydalangan necha pul? 5,5 ming ekan. Ana maydalangan nimachi? Bug'doy? 3400. Ovshoqmi bu? Necha pul bu? 4 ming. Bu maoshmi necha pul? 6 ming maosh. Nomer qoldirmaysizmi? YouTube'ga video reklama. Mayli, bozorlaringiz bersin. Rahmat kattagan. Makkay necha pul Makkay narxi? 4300. Aralash necha pul? 3,5 Bug'doychi? 3300. O'zi sotib qo'yibsizlar, arpami? Necha pul arpa? 4 ming. Bu maydalanganchi? Nomer qoldirmaysizmi? Reklama. YouTube. 99lik 082 5899. Dastavkalar bormi? Tuman bo'ylab ha? Xohlagan topilaman shulardan. Xohlagan aloqaga chiqasizlar. Mayli, bozorlaringiz bersin. Bu yemlar kimdan ekan? Necha puldan bu? 8 ming so'm. 8 ming so'm. 8,5 ming. Qaysi pastdagimi? Ha, bunisi ha? 8,5. Ana ikkovi original. Aha. Mana bu sextga 7 ming. Ha, bu sextiki 7 ming, bu original yemlarimiz ekan. Hozir nimalarni ham ko'rsadik. Bu xalta o'ziniki, zot o'ziniki. Ha, o'ziniki Novobod. Mana shu qimmat yemlarimiz ekan, bu esa sextiki ekan. Bu maydalangan bug'doyimiz necha pul? 300. Shergachami bu kunjarasiga qaramaymi? Kunjarasiga ekanmi? Mana aytilgan nomer 8 ming.
Hozir aytilgan nomer, hozir aytilgan nomer aloqa chiqasizlar. Kunjara nech puldan kunjara kimga kelyapsiz? Ha. Aytinglar nima kunjara sizga qaraysiz? 6200. Samarqandniki. Samarqandniki? Aralashmasi yo'q, sho'lqasiz, mag'izli. Ha, aralashmasi yo'q, sho'lqasi mag'izli dedingizmi? Xo'p, tonnalarga kelishamiz, tuman bo'ylab dastlabga bora. U faqat labada yo katta mashinadan bormi? Labo ham bor, katta mashina. Katta mashina bor, ha? Yana bir marta nomeringizni ayting, shuncha yemingiz bor ekan. 99lik 99lik 082 082 58 99. Ismingiz nima? Asqar ismi. Manzil qayda? Ulug'bek kolxozi. Asqar aka Ulug'bek kolxozida mana shuncha yem sotar ekan, yem bilan don yem anaqa chiqarsa. Mayli aka, bozoringiz bersin. Kepak ham sizga qarayman, kepak. 85 ming. 85 ming. 85 ming kepak. Pul olgan? Senga qo'ying. Yo'q. Nech puldan kunjara? 6200. 6200. Tonnalarga kam bor-a? Mashinalar dastlabkalarchi, dastlabka. Pesbalar nima tuman bo'ylab? Bo'lsa. Yana nima yemlar bor? Arpa bor. Arpa nech pul? Arpa 4 ming. Bu nima yem? Sariq kunjara. Sariq kunjara bu nech pul? 6200. Necha? Shulqa? Sho'rqa 5,5 ming. Kamli ko'rpami? Kepak 60 ming. 60 mingga xaltasi. Necha kilo? 25 kilo? 20 kilolik. 20 kilolik. Nomer ayting. Nomer 93lik. 93lik 214 214 36 37. 36 37. Manzil qayda? Yangobod. Ismingiz nima? Farruh. Farruh aka Yangoboddan aloqa chiqasiz. Kunjara nech pul aka? 6100 beryapmiz. 6100 qilib berilyapti. Tuman bo'ylab dastlabga bor, ha? Tonnalarga kelishamiz, xudo xolasa. Nomer aytasizmi? 99lik 538 60 04. Faqat kunjarami yana yem bormi? Kepak nech pul? 88 ming. 25 kiloliga. Yana nima bor dedingiz? Bo'ldi. Bug'doy yorma ham sizga qarayman. Narxlar ayting bularni. 3200. 3200 bu. Bug'doychi? 200. 3200. Bu yormalarchi? 3400. Nomer shu bittami? Ha, mayli, bozorlar bersin. Bug'doy yorma nech pul aka? Nimachi? 5,5 ming Makka yorma. Makkaning o'zichi? Makkaning o'zi 4,5 ming. Shergachami sizniki? Shergachami? Oxirgachami? Bu aralash nech pul? Bug'doychi? YouTube'ga reklama video. Narx-navosini qiziqyapti-da, qiziqlar telefon qiladi. Bug'doy nech pul? 3300. Arpachi? Arpa 42. 4200 mi? Nomer qoldirmaysizmi? Qiziqqan aloqa chiqishga? O'tgan safar ham qoldirdim. Shart emasmi? Ha, bo'pti. Nech puldan ekan bu yormalar? 3. Bug'doy yormami? Bular ham shu bug'doy yorma, ha? Tushuntirasiz. Qayergacha sizlik? Qayergacha? Makka nech pul? Makka 4800. Necha oylik? 6 oylik. Buchi? 4 oylik nech pul? 4800. Bu mosh aralashma Makka nech pul bu? 4000. Bug'doychi? 3400, ha? Nomer qoldirmaysizmi? YouTube'ga reklama ketyapti. Nomer qoldirmaysizmi? Balkim o'qonlar endi bilmasam, men video olyapman. 94lik 240 88 92 nomer aloqa chiqarsa qiziqlar bo'lsa. Tuman bo'ylab dastlabkalar bormi mashina? Bor ekan mana shu. Ha? 2800. Bu yormalar qanchadan aka? Bug'doy yorma 3400. Bu Makka yormami? 4,5. Mana shu. Makkaning o'zi nech pul? 10 ming bering. 10 minglik. Nech pul dedik Makkani? 4800. 4800 aralashchi. 3800. Bug'doychi? Bug'doy 3300. Arpa sizga qaramaymi? Yo'q. Bu yemlarchi? 7000. 7000 dan sextika. Nomer qoldirmaysizmi aka? Qoldiramiz. Ayting, ayt. 93lik 357. 357 06 77 ha. Dastlabkalar bor ha? Mashina bor ha? Aha, aloqa chiqarsa qiziqlar. Arpa nech pul aka arpa? 3800 so'm. Bu bug'doy yormachi? Bug'doy yorma 3300 so'm. 3300 so'm ha? Makka yormachi? Makka yorma 4,5 ming molga beradigan, jo'janiki 5000 so'm. 5000 so'm. Bularchi?
U Navobat deyim. 7000 so'm. 7000 so'm. O'zinikimi xalta? O'ziniki. Mana shu zavodniki. 7000 so'm deyapti. Bu ovshaqmi, nech pul? Ha, avshaq 4000 so'm. Nomer aytasizmi? Shergachami yo dollarmi siznikimi? 94lik 289 289 87 50. 87 yillik. Bu yoqqa sizga qarayman. Ha, ya siz ikkingiz adin sizlarmi deb. Makka nech pul? Makka 3600. 4600 so'm. Aralashchi 3700. 3700. Bug'doy 3300. 3300. Mana shu nomerga aloqa chiqarsa qiziqqanlar. Mayli aka, bozoringiz bersin. Bug'doy nech pul ekan aka? 3400 so'm. Aralashchi. Ko'chi 4,5 bo'ladi. 4,5. Nomer qoldiramizmi YouTube'ga? 94. 94lik 448. 448 89 48. 89 48. Dastlabkilar bor-a? Bor aka, hammasidan bor. Xudo xolasa ko'proq o'yinlar kelishtiramiz ha. Bor aka. Shu 3 ta yemdan bormi, yana qanaqa yemlar bor? Shundan aka. Shu 3 ta dondan bor-a? Aha, mayli, salomat bo'ling.